Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati Jizzax shahridan kelganman. Norjigitov Olim Nurtullayevichman. 1984-yilda tug'ilganman. O'tgan 2024-yil oktyabr oyida MRTga tushib, o'sha xulosasida keltirilgandi. O'sha chap tomonlama 3-4 daraja ko'ksayt artroz tashxisi qo'yilgandi va o'ng tomonda ko'ksartrozni 2-darajasiga o'tganligini tashxis qo'yilgandi. Men nekrozingizni ham ayting. Nekroz o'sha suyakda ikkala tomonlama ham 3-daraja tomonlama ham tushdi. Yemirilish bor edi. Shu tabibim tabiat klinikasiga kelib mutaxassislarga, vrachlarga, Feruz opaga uchrashganimda mana shu holat bo'layotganini aytdi va menga o'sha ko'ksartrozda o'sha nekroz suyak yemirilishini oldini olish bo'yicha, o'sha qayta tiklash bo'yicha dorilar, o'sha vitaminli o'sha siroplar, dorilarni yozib bergandi. O'sha 3 oy davomida olib ichdim. Mana hozir 2025-yilda 17-aprel kuni MRTga tushganimda o'sha oxirgi o'sha xulosalar bo'yicha chap tomonda ko'ksartroz o'sha 3-4-darajani asar qolmagan. Faqat o'sha chap tomonda osteoartrozni 3-darajasini beryapti. Nekroz umuman yo'q. Nekroz umuman yo'q. Joyiga kelgan, tiklangan. O'ng tomonimda, o'ng chanoq sohasida umuman nima deydi, ortiqcha buzilish nimalar kuzatilmadi. Bu o'sha tabibim tabiat korxonasini, o'sha klinikasini dan olib ichgan o'sha vitaminli dorilar, siroplar mana shu nima deydi, suyaklarni o'z joyiga keltirib, o'sha suyak yemirilish jarayonini to'xtatib, o'sha qayta tiklanishiga olib keldi. Mana xuddi shu yigitimizni tashxis qog'ozlari. Mana birinchi kelgan vaqtda ikkala tomonlama nekroz bor edi, ya'ni suyakda ichki tomonlama chirishi, aseptik nekroz 3-darajalik edi, hamda ko'ksartroz 4-daraja edi. Mana bugungi holat bo'yicha mana o'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Osteoartroz qolgan, ya'ni bo'g'imlarda shamollash bor. Hech qanaqa bu yerda nekroz holati yoki ko'ksartroz holatlari yo'q. Holat juda ham a'lo darajada. Mana shu yigitimizda. Hammaga salomatlik tilaymiz. Suyak yemirilishi bedavo dard deganlarga hech qachon ishonmang. Suyak yemirilishi nekroz tiklanadigan kasallik. Ya'ni odam organizmi o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega. Mana bu yigitimiz sizlar uchun yana bir yaqqol misol.